Aziz kitobxonlar, bugungi suhbatimiz Asqar Muxtorning Chinor romaniga bag'ishlanadi. Ushbu roman yaratilganiga 55 yil bo'libdi. Shu yillar davomida ushbu roman o'z kitobxonlarining sevimli asarlari qatoridan joy olib ulgurgan. Tog' bag'ridagi bulut emas, Chinor. Darvoqe tog'ning ham, qishloqning ham o'z nomi bor. Chinor tog', Chinor qishloq deb ataladi. Bizning Ochil buva shu yerda tug'ilgan. Romanning boshida butun yurtga tarqalib ketgan uzoq yaqin qarindoshlardan xabar olgani otlangan Ochil boboga qo'shilib, muallif olis safarga chiqadi. Mana shu o'ta qiziqarli va ibratli safar asnosida boboning peshonalaridagi ajinlari singari bir-biriga ulanib ketgan insoniy taqdirlar haqida goh shirin, goh achchiq hikoyalarga oshno tutinasiz. Bu taqdirlar bir-birlari bilan Ochil bobo orqali bog'lanib, yagona shajarani, azim chinorni vujudiga keltiradi. Bu romanda o'rin olgan hikoya va qissalar ko'p asarlarda bo'lgani singari, albatta yaxshilik bilan ezgulikning yovuzlik ustidan qozonadigan g'alabasi bilan tugayvermaydi. Asarda o'nlab insonlar taqdiri borki, shafqatsiz va chigal hayot bo'roni ularni xuddi cho'ldagi bir uyum xashak singari sarson va sargardon qiladi. Adib qahramonlar taqdiriga behuda aralashib, ularning to'g'ri yo'lga solib yuborishdan o'zini tiyadi. Ochil boboning safari davomida taqdir zarbalari Chinor romanida o'z aksini topadi. Bu voqealarni o'qish sizga ishtiyoq uyg'otdimi? Demak, ushbu romanni yana bir bor mutolaa qilib chiqing.